Atrofingizdagi kishilarga bir rasm soling. Juda qizig'i, birovga mehr berishni istamaydi, lekin o'ziga keraklicha mehr bermayotganliklaridan nolib dunyolarga sig'maydi. Dunyoning 5 kunligini biladi, his qiladi, eshitadi, takror eshitadi. Lekin 1000 yil yashaydigandek kibrlanaveradi. Do'stim yo'q deb xafa bo'ladi, unga uzatilgan do'stlik qo'llarini rad etishdan charchamaydi. O'zi birovni kechira olmaydi, lekin gunohlarini Xudo kechirishiga umid qilib tavba qilaveradi. Yaqin kishisining kichik aybini ko'radi, pashshadan fil yasaydi. Kichik nuqsoni uchun kechagina eng yaqini bo'lgan odamdan ham o'ylamay voz kechadi. Hammaning dilini og'ritadi. Yana men nega baxtli bo'la olmayman deya ajablanib qo'yadi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun shunday ekanmiz? Bir narsani unutmang azizim. Qalam o'z qo'limizdadir va hayot hikoyamizni ham aynan o'zimiz yozamiz. Yana xulosa qilish o'zingizdan.